Agar sifat 50 like qilsa, biz bu vayni yondirashamiz. Rahmat. 50 like'tan ko'proq ta jeyildi. Lekin tatarlar YouTube'ning sifatini bilib bitirmay. Ularga проигрыватель kebikgina. YouTube bitul ayrim sotsial set, shu deb ayttirga bo'la. Tatarlarga sanksiya qo'yilmagan. YouTube akkauntni har birigiz osha ola. Like'lar gina tugul, dislike'lar da qo'ya ola. Ortda qolmaydi do'stlar. Bugungi topshiruvda internet shoshqan. Prioritetlarini unutib, hype ortidan oshiga bitin kishi. Elvin Grey, Mr. Grey bilan Salovat Fathidinov orasida bo'lgan muhabbat xotlari. Tatarcha YouTube kimdan boshlandi? Qayda ular hozir? Ham oxirida sizni rozigirish kuta. Nasıl? Sarmatularim. Do'stlarim, maturlarim. Tatar malay Rinat bo'laman men. Ha, mening kanalda jir ham biyu. Rinat abi, men sizning YouTube kanalini lagasim kelar. Bi bilasizmi? Yo'q. Jirli bilasizmi? Yo'q. Yoratgan jirim hashtagini qo'ya olasizmi? Olam. Olaysa. Bispanda o'shirqim. Бар edi bit. Qiziqli blogerlarda Ildar Usmanov Hamoning kinolar proyekti. Bu xotinning mong'ayi menga Robocopni esga tushirdi. Meni mong'ayin chetda bosh o'rtasi tuta o'zinda ko'rsatib yaramaydi. Qiziq edi bit. Lekin uning videolari endi 1 yildan ortiq chiqmay. Rejissyorning ismi Nuraniya Jamaliy. Mana men qo'ysa kinovag'ini yapishmayman, ularning barasida Nuraniya patshiri. Siz sezasizmi? Monopoliya esa kelar. Balki uni Nuraniya opa uning turida obzorlar yasag'ach, uni battle'ga chaqirgandir. Я тебя породил! Я тебя и убью! Battle deganda Elvin Grey Mr. Grey Salovat Fathidinovga zalga tomoshachi jiyu bo'yicha kuch sinashirga chaqirgan. Bu xabarni u o'zining vakabitna ila. To'xta, ertaroq kel. Lekin Salovat abi VKda o'tirmaganin Elvin bilmay bo'g'ay. Öğrete meni. Men bir shahar malaya. Yori ali Salovat abi YouTube'da o'tira. Ну, mening proyekt o'sha Salovat abi bu informatsiyani bilaymish. Mening yaratgan vayinchilarim. Ты Гюпмештейн! Ты бендагана? Сейчас сразу клебя! В смысле сразу? Ник birovda qoramadi buni. Barig'izda bilasizdir, Puz говорят topshiruvida Simpsondagi opay endi 5 topir qatnashdi. Meni yigitlarda hype'dan qolmasqa bo'ldilar. Mening birgina so'rovim bor. Narsaga Simpsondagi opay shul xatli populyar bo'ldi so'ng. Почему? Сюжетка qaytganda Tor Fatirga Gulnaz qayta. Siyib kirgach, bitin yo'g'anda nindir yigitni ko'ra. Lekin любой нормальный qiz bo'laroq, ul холодильникка oshiga. Ну блин, сюжет бред bitinda. Ha aktyorka. Oshimni pishiring, Sinka! İskender! Kod qizil. Koy tezroq! Всё, kutam. Sizning Fatirda shit toza yigit ko'rsangiz, sizning reaksiya shunday bo'lar edimi? Oshimni pishiring, Sinka! Kiytigiz. Menga bu kinoda tomoq jartirliq to'lamaydi. И наоборот. Siz o'zingizning Fatirda shibar shit motor qizni ko'rsangiz, siz yugurib vannaga qochib Iskandarni chaqirar edingizmi? Menga bu kinoda butunlayda to'lamaylar. Ham bu fraza. Kod qizil.
как красную утку показываете, вот едел она. Кот кызыл. Аннары яшел халатлы кызыл кот килә. Барысында кыйный и серия бетә. Эй, там татары, ашуландыгыз, что ли? Ушадымы? Ушамадымы? Томас, разберись. Сыйфат бит YouTube'та булган эшләргә каршы түгел. Сыйфатын арттыру өчен генә бу. Иптәшләр, менә бу крутой түбәтәйне җыйнасыгыз килсә, сезгә бары тик сыйфатның икенче чыгарылышын репост ясарга кирәк. Җыйнучыны без өченче чыгарылышта билгелибез. Уңышлар сезгә.